Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli mutasaddilar. Biz bugun O'zbek neft va gazga qarashli Buxoro neftni qayta ishlash zavodining fidoyi mehnatkashlari tomonidan video murojaat borligi uchun Buxoro viloyati Qorovulbozor tumaniga yetib keldik. Ushbu ishchilar mamlakatimizda neft gaz sohasi uchun faoliyat olib borayotgan mas'ul insonlar sifatida o'z murojaatlarini omma orqali hukumatga yetkazish niyatida bizni bu yerga chaqirishib, bu yerga yig'ilishgan. Assalomu alaykum amaki. Siz faxrlanadigan sohada mehnat qilib, davlatimiz iqtisodiyotiga munosib hissa qo'shayotgan bir inson sifatida o'z ishingizni yaxshi ko'rasizmi? Yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rasiz. Unda sizni nima muammolar qiynayapti? Amaki gapiring qani. Bizni qiynayotgan muammo qozonxonani neft zavod qaytib o'z nimasiga olmoqchi, lekin o'sha yerda 50% odamni olmoqchi. 50% odamni olmoqchi ishga qolganlar nima qilamiz bizlar? Yoshim 53 ta. Na u yoqlik, na bu yoqlik. Ham kreditlarimiz bor, hammamizda kontraktimiz bor. Ana yoshlar turibdi. Ular nima qilsin? Biz qayerga murojaat qilaylik endi bu mavzuda? Nechanchi yildan buyon faoliyat olib borasiz bu korxonada? 97-yildan beri faoliyat olib boraman. 28 yil bo'ldi ishlaganimga qozonxonada. Bugungi kunda ishsiz qolish xavfi bilan turibsiz. Bugungi kunda ishsiz qolish xavfi aniq bo'lib o'tiribdi. Elektrik bilan kip degan nimalarni kerak emas. Sizlar o'zimizda zavod hududidagi elektrik bilan kiplar o'zlari obsluj qiladi deyapti. Bizlarga ish yo'q. Endi nima qilamiz bizlar? Xo'sh amaki, siz nima xavotir bilan, nima murojaat bilan, nima e'tirozlar bilan murojaat qilmoqchisiz? Bizning e'tirozimiz ana neft zavodga 27 yildan ishlaymiz gaz sohasiga, kotelniga. Bizani hozirga kelib ketinglar ishdan. Sizlarni olmaymiz degan narsa bo'lyapti. Biz qayerga boramiz? 27 yillik faoliyatimiz qayerga ketyapti? O'zbekistonga nima qilganimiz? Sabab nima qilib ko'rsatilyapti shunga? Sabab Uzneft gazdan shunaqa nima kelinmishki, qisqartirilsin. Qisqartirilsinga ham 25% odamni qisqartira olmaydi ekan. 50% odamni. 10%dir, 15%dir. Bular qayerga borish kerak boshqadan? Hammani kontrakti bor. Masalan, men 12 million kontrakt to'layman. Qayerga boraman? 35 million kreditim bor. Neft zavodi olaman deydi. Va'da qiladi hammani. Hozir kelib 34 kishi olamiz, qolgan 25 kishi ketaversin. Bugun savol bersak, bizlar bilmaymiz deydi. Nima qilishimiz kerak bizlar? Kimga murojaat qilishimiz kerak? Bu Buxoro neftni qayta ishlash zavodi sakrashina orqali yopilyaptimi shunda? Yo'q, bu maxsus yerga yopilyapti. Sakrashina qilib bizlar masalan zavodga qaytarib beryapti. Biz zavod tasarrufiga o'tishimiz kerak. Mana gazlini oldi. Gazli neft zavodi nimasi? Kotelchiklarni 100% oldi. Muborak seni zavod oldi, 100% oldi. Bizga kelganga почти 50% odam qisqartirib tashlayapti. Nima qilamiz biz qayerga boramiz? Shu yerdan oldi hammani. Bu yerga kelib biz nima qilsak, biz bilmaymiz. Neft gazdan kelib bizga nima bergan deyapti. Shuni savol bersak, savolimizga javob bera olmaydi. To'g'ri nimani? Qarorda aytib bera olmaydi. Prezident qaror deydi, prezident qarorini biz oqtarib ko'rdik. Unaqa qaror yo'q hozir. Sakrashini tushirsin, nima tushirsin deb. Kelib yosh bolalarni sakrashini tushiradi. Qaysi birini nima qilish kerakini? Yoshlarga o'rin berish kerak. Bizga ham o'zi 5 yil, 4 yillik pensiya qoldi. Qayerga boramiz? Bordik ham mana o ish oqtarib. O'sha 40 dan olmaymiz deyapti. Amaki, 650 ta pensioner bor dedingizmi? Qaysi sohada ular? Hamma sohasiga, neft zavodi ichiga, hamma sohasiga, har bitta sexiga yo'q deganga 10 ta 20 ta pensioner bor. Qay mana bizani pensionerlar mayli bizani olmasin deb turibdi. Mayli bo'lmasa olamiz deb turibdi. Hamma pensionerlar nima ketamiz deb turibdi. Nima qilib turibdi? Nima qilish kerak buni? Bir 30 ga 25 ga kirgan bachalar bor. Bular nima qilsin? Bizga muhtaram prezidentimiz bizga amaliy yordam bering. Bizga kimga nima murojaat qilishimiz kerak? Iltimos bizga yordam nima qiling? Mutaxassislarni yuboring, tekshirib ko'rsin, o'rganib ko'rsin. Bizga qayerga boramiz bo'lmasa? Muhtaram prezidentimiz, iltimos yordam qiling. Sizga ishonib, mana sizga chiqamiz. Iltimos yordamingizni kutamiz, shu yordamimizni atvetini kutamiz, iltimos. Hurmatli prezidentimiz, men bu yoqdan ketsam, hozir o'timdan anchagina kreditim bor. Qayerdan to'layman uni? Yordam qilinglar. Shuncha ishchining ham krediti bor, boshqasi bor, kontrakti bor. Iltimos sizlardan yordam kutamiz. Assalomu alaykum, hurmatli prezidentimiz Mirziyoyev Shavkat Miromonovich. Bizlar Qorovulbozor tumani Buxoro neftni qayta ishlash zavodi hududidagi qozonxona ishchilari
sizga yordam berishingiz uchun murojaat qilyapmiz. Biz 1996 yildan beri Buxoro neftni qayta ishlash zavodi korxonasida ish olib bormoqdamiz. 1997 yil Buxoro neftni qayta ishlash zavodi qozonxonani ekspluatatsiya qilish uchun tenderga qo'ydi va maxsus Energogaz aksiyadorlik jamiyati bu tenderda yutib oldi. 100% ishchi xodimlar maxsus Energogaz tashkilotiga ishga olindi. 28 yildan beri biz korxonani ekspluatatsiya qilib keldik. 2026 yil 1-yanvardan Buxoro neftni qayta ishlash zavodi va maxsus Energogaz orasida shartnoma tuzilmadi. Buxoro neftni qayta ishlash zavodi qozonxonani o'zi ekspluatatsiya qilmoqchi. O'zbek Neftgaz boshqaruv raisi o'rinbosari Ali Rizayev buyrug'i bilan qozonxona ishchilarini 50% qisqartirilgan holda Buxoro neftni qayta ishlash zavodiga ishga olmoqchi. Hurmatli prezidentimiz, bizning murojaatimizga amaliy yordam berishingizni so'raymiz. Maxsus Energogaz aksiyadorlik jamiyatiga 5 yil mobaynida ishlab kelyapmiz. Hozirda Buxoro neftni qayta ishlash zavodi Maxsus Energogaz aksiyadorlik jamiyatiga ijaraga bergan kotelni qaytib o'z balansiga olmoqchi. 50% ishchi xodimlarni qisqartirilgan holda qabul qilmoqchi. 60 ishchi xodim bor. 60 ishchi xodimdan 35 ishchi xodim olib, 25 ishchi xodim ishsiz qolyapti. Bu 25 ta ishchi xodim qayerda murojaat qilish kerak? Qayerga ishga kirish kerak qaytib? Bu 25 ta ishchi xodimning krediti bor, kontragi bor, ro'zg'ori bor. Qanday kelajakda nima ish qilish kerak? Qayerga murojaat qilish kerak? Nima ish topish kerak keyin? Hozir bular ishdan bo'shagandan keyin qayerga ishga qabul qiladi bizni? Shu murojaatimni ko'p chiqishingizni so'raymiz. Hurmatli prezident va davlat rahbarlari, mana men 2016-yildan beri maxsus Energogaz tashkilotida ishlangan lavozimda ishlab kelaman. Otam Xudo rahmatli 10 yil oldin vafot etdilar. Uyda oyim va xotinim uchalamiz yashaymiz. Xotinim homilador, oyim sahar kasalligi bilan uchotda turadi. Oila boquvchisi o'zimman. Faqat o'zim ishlab, pul topib, oila boqib yuraman. Hozir mana shu yanvar oyidan boshlab bizga qisqartirish keldi. Maxsus Energogaz tashkilotidagi o'sha qozonxona, maxsus Energogaz tashkilotiga tegishli qozonxona BNQZ Buxoro neftni qayta ishlash zavodi o'ziga olyapti-da va qisqartirish qilyaptilar. Mana endi biza ishsiz qolsak, ertaga oilamizni boqish qiyinlashadi ancha. Qayerga borishimiz, nima qilishimiz aniq emas. Shu masalani ko'rib chiqsangiz, iltimos qilib so'raymiz, hurmatli prezident, davlat rahbarlari. Mana shu yerda turgan hammamiz ham xalqni bir bo'lagimiz. Biz ham shu O'zbekiston Respublikasining xalqiga kiramiz. Shu iltimoslarimizni chetda qoldirmay, ko'rib o'rganib chiqishingizni so'raymiz. Rahmat. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev, hurmatli Buxoro viloyat hokimi Botir Zaripov, hurmatli mutasaddi tashkilotlar, mana shu murojaatchilarning Buxoro neftni qayta ishlash zavodi ishchilarining mana shu xavotirli holatlarini, sakrasheniya oqibatida ishsiz qolishni o'ylab xavotirli holatga tushgan murojaatlarini e'tiborsiz qoldirmasliklaringizni, amaliy harakatlar orqali amaliy yordam berishlaringizni iltimos qilib so'rayaptilar. Hurmatli prezidentimizdan, mutasaddi tashkilotlardan ushbu murojaatni ko'rib chiqishi va ushbu murojaatchilarning murojaatiga amaliy va ijobiy yordam berishlarini iltimos qilib so'raymiz. Hamma salomat bo'lsin.